Arzandama so'rab o'tiradingizlar, sizlar uchun toplab kelib qo'yatimiz. 1997 yilda ishlab chiqarilgan 330 ming probek yurgan metallari bor ekan hamma narsasi. 2036 yilgacha ekan, значит bu avval benzinda yurgan. Faqatgina zanglari ishlanganda turibdilar va uni o'zlaringiz ko'rib olaverasizlar. Narxi 13 million so'm pulda turibdi. Hozirna qovun, harvuz sezon Liboy ishingizga yaraydi ishi mashin 13 million so'm. Menimcha bundan damoz yo'q. Generalniy davnistlar ham chiqadi. Olgan odam hazatib minadi. Agar qiziqaman desangizlar, shu damozimizni kelib ko'rib, bemalol inan salon holatlarim. O'zlaringiz uchun bir olgandan keyin xudo xolasa chexol, polik ham qo'yib bersangizlar, hali bir 200-250 ming so'm qo'ysa bo'ladi. Ariyandan ozgina bir krel telanda zangi bor ishlataman desangizlar, bir 500-600 ming so'm bilan verirlar ham. Xudo xolasa gul bo'ladi. Eng asosiysi sizning nav ishingiz bo'lsa qiladigan mashina damozi. Menimcha ovozlarni qarang. Xalosangizni olgandan keyin yuvib silib chiroyli kelaverasizlar. O'zlaringiz qo'lingizda. Eng asosiysi bir mototsiklni pulini shunday damozni olib minishlaringiz mumkin. Menimcha bu mashina mototsikldan yaxshi, uchun desangiz qishda haydab berasiz, tem bo'lib bir metan solib qo'ysangiz bu yo'qaligini bilmaydi, sizni bellada haydayman desangiz. Asalom bo'linglar, 13 million so'm shu damozimiz qo'yildi. Olib hazat minish nasib etsin hammangizga. Hozir qolgan damozdan ham bir qator reklama aytamiz. Xo'sh, hurmatli obunachilar, bizda mashinalar bilan qisqacha tanishtirib o'taman. 2013-yilda ishlab chiqarilgan Cobalt mashina bilasizlar. Challi yursam yana sizlarga hazbar yuraveradi. Buni eng asosiysi buzuq tuzigina vaqtida qarab yurish. Bu mashinamiz yurib turgan ham meri taq mashinalardan 400 ming probekdan sal ziyod yurgan, lekin mashin motorlari remontdan chiqib ham meri taqilib yuridigan bo'lib turibdi. Narxına keladigan bo'lsak 69 million so'mda turibdi. 14 million so'm bilan kreditga chiqadi. 3 million 100 dan tushadi. Ana kimdir qiziq bo'lsa bemalol kelib qo'shni daftardan olsangizlar bo'ladi. Mashinani salonlarida hech yerida umuman gap bo'lishi mumkin emas. Hamma yeri taq holatda. Ikkinchi pozitsiya, konditsioner, hamma narsasi bor. Endi yili tozaroq Cobaltlardan bo'lsin deganlar uchun xalosangizni shu nomerda yurisizlar, generalniy davnis ham beriladi. O'zlarimizga bir darakadan mashina 2023-yilda ishlab chiqarilgan eng full varianti 35 ming probek yurgan metallardan pokoleniya uстановka qilingan. Narxi 127 million so'mda turibdi. 4 tane yumshoq balon qo'yilgan. Ichine chexol, polik, rullari o'ralgan. Xullas kelam mashina pul surtmaysiz. Olgan odam hazatib minadi. Xalosangizni kredit ham chiqarib bersak bo'ladi. Где-то 18 million so'm bilan kelsangizlar, dokument hammaga pulingiz yetadi. 4 milliondan sal ziyod bo'lib kreditlari tushadi. Mashina top-toza va 100% kraskalari toza. Xalosangizni 2015-yilda ishlab chiqarilgan avtomat korobka, majigar pult, hamma narsasi, magnitofon, kolonkalari dim zo'r xili 86 million so'm beraman. Kraskasi 1-2 joyida petno bor, bo'lgani boshqa yeri ham meri taq holatda. 2015-yilda ishlab chiqarilgan avtomat korobka 86 million so'm zo'r deb o'ylayman. Ana rullar ham o'zgargan, ko'rdingizlar. Mashinaning holatlari yana uçsam zo'r holatda Cobaltlarni. Bemalol kelib, ko'rib, ustalaringiz bilan kelib ko'rib olsangizlar bo'ladi 100%. Nexia 3 ishqibozlar uchun Nexia 3ni dum tozasiga ham mokriy asfaltdan mexanik korobka. Mashina durishine qarang. 2019-yilda ishlab chiqarilgan, lekin bir qo'l salondan olib minilgan ekan. Yurgan probeklar ham kam. Mashina hali почти toza holatda desam bo'ladi. Tushunamisangiz, toza mashinasiga turibdi. $56 ming probek yurib turibdi. Kraskalari 100% toza. 4 tane yumshoq balonlar ham toza qo'yilgan. Narxına keladigan bo'lsak 90 million so'mda turibdi, lekin qaytib kelishib beriladi. Doğru 2019-yil Nexia 3'lerini men o'zim ham 75 million ham sotib o'tiribman. Lekin bu 75 million sotib o'tirgan Nexia 3'imiz yana bir 3 yil jonini chiqarib haydagandan keyin bu Nexia'mizni yana bir 3 yil hazatib haydagandan keyin shunday holatga kelishi mumkin. Shuning uchun puluna e'tibor berasizlar. Toza baribir ustunda 1-2 so'm puli bo'ladi. Bemalol gelip libo ustanız bilan ko'rsatib olsangizlar bo'ladi. 100% shumkalari bor. Mashina toza holatda, bir yenda kirchiqi chizigi hech narsa yo'q, zavodskiy holatda, stop holatida turibdi. 90 million so'mdan kelishib beramiz. Bemalol kelaverasizlar Nexia 3'imizni. Endi bu yerda yana bir Matizimiz bor. 2012 eng full metan benzin zanglari ishlangan 29 million so'mda turibdi. 9 million so'm bilan kelsangizlar 1 million 300 dan oylik tushadi. Salon holatlarida hech narsa gap yo'q.
bir qator sirib yuvib berib haydab ketaverasizlar. Matiz 5 ta qiziq turganlar bo'lsa 29 million so'm 12-yil Matiz hechida yo'qmi sosteniyada. Liboy proverkaga javob beradi Matizimiz. İkinci Matizimiz 2010-yil 130 ming yurgan metan benzin hammasida yuridi, zanglari ishlangan, fakat 23 million so'mda turibdi. Ustida 1-2 so'm kelishib bersa bo'ladi. Yan tarafı ilik ekan. Bemalol gelip görüp olsangiz bo'ladi. Prostoy variant. 131 ming yurgan Matiz. Haqiqiy halol probek, chexol, polik nilonimlari toza ekan. Olib, yuvib, sirib ishlatib ketaversangiz bo'ladi. Lassettini bir koliga ham haqiqatdan ham bir kol mashina 2011-yil 130 ming probek yurib turibdi. Metani bor, faqatgina kalen 2 kalen ishlangan. Narxi 60 million so'mda turibdi. Ustida 1 so'm yarim so'm qaytib beraman. Nexia 30 million so'mda turibdi 2002-yil. Faqatgina zangi ishlangan. Liboy proverkaga javob. Motor, ходовой, kuzov Liboy. Aman bo'linglar. Ko'pchilik Nexia so'rab turadi. Endi Nexia'ni ham egaladan kelib turgan yaxshiroq variantlari bor. 2016-yilda ishlab chiqarilgan lyuks konditsioner variant, 58 ming probek yurgan, metan, benzin hammasida chotki yurib turibdi. 100% hech yerna kraska degan emas, hattoki zang ham ishlangan emas. 4 tane yumshoq balon, mashinada 100% shumka, tonirovka ruxsat. Nima desak ekan, bir Nexia'ni zadniy kamera tozasidan olib turib yaxshi etib buzib qo'yib to'layni bellarına qarang. Hali hech narsa bir qirchiq tushgan emas mashina. Hamma yeri germetiklar ham 100% o'zini zavodsiz qo'yinda turibdi. 100% hamma yeri. Rullar o'zgargan, ibellari black piano bo'lib, zo'tilgan, taqlanib, chexollar ham o'zini moslab, bilinmay $200 dedi, muncha so'm tiktirilgan dedi. Monitorlar ham zo'rina, video registratorlari bor. Poliklar ham o'zini moslab tikilgan. Kenworth studiyadan qo'yilgan ekan. Kolonka hamma narsasi, motorlarning markasini ham ko'rsataman. Bemalol girib ko'rib olaversangiz bo'ladi. Mashina absolutni zo'r holatda. 1 gram hech yerinde ish yo'q. Top-toza bo'lib turibdi. Liboy odamga ko'rsatib olaverasiz. Salondan olingandan keyin hech yerda shundinan bir qirchiq hech nima degan emas mashina. Lekin narxi qimmatroq, to'g'ri. U pula Cobalt ham beradi, u pulda Nexia ham beradi deyishlaringiz mumkin. Lekin Nexia qiziqadi odamni hech aytib qo'ymaydi. Endi yaxshi saqlab qo'ygan ekanlar. Narxi 75 million so'mda turibdi. Bemalol kelib ko'rib, xohish bo'lsa olaversangiz bo'ladi. Ikkinchi Nexia'miz 2010-yilda ishlab chiqarilgan Polux variant, konditsioner bo'lmaydi bunda. Qolgan hamma bo'ladi. 190 ming probek yurgan, metan, benzin ikisida ham yuriydi. O'zingiz uchun bir qator tish ketirib olasizlar. Kraskasi faqat zanglari ishlangan dedilar. Balonlari toza holatda. Narxi 40 million so'mda turibdi. Salon holatlari. Umuman o'rtacha variantda bu mashina. Arzon bo'lsin, normalni bo'lsin degan odamlar uchun bu mashinamiz. Mashina egalardan to'g'ri. Mana motor taraflari top-toza. Umuman qirchiq, chiziq hech narsa yo'q. 40 millionda turibdi, 15 million so'm pullaringiz bo'lsa, 1 million 600 dan 3 yillik kreditlar chiqib boradi. 12 million 500 ming so'm Nexia birimiz bor, 97-yilda ishlab chiqarilgan. Generalniy davnisdan chiqadi. Top-toza balon. 12 million 500 dan xohlasangiz olib, shu mashinani minib haydab ishlaringizni bitirsangiz bo'ladi. Kimdir mashinadan qiynalib yurgan bo'lsa, mototsiklni pulini to'g'ri kelib boradi. Bemalol xabarlashib, ishki mashina kerak bo'lsa, so'rasangiz bo'ladi. Xo'sh, hurmatli obunachilar, bizdagi damozlar bilan sizlarni qisqacha tanishtirib o'taman. 2025-yildan 2 dona damozim bor. Ikkisi ham zo'r holatda, metan, chexol, polik, shumka bor. Hamma narsa saqlanib turgan. Birisi 13 ming probek yurib turibdi. Yana birisi 6 ming probek yurib turibdi. Ikkisini ham sostenasi zo'r holatda. Birisi o'zi, ikkisini ham yumshoq balonlar qo'yilgan ekan. Xullas kelam tog' holatda. Bu 82 million so'mlik damozimiz. Yana salon holatlari ko'jalardan taqlanib, chexollarni ham zo'rindan qo'yilib, borlar, kolonkalar, endi sonishni bir narsalari qo'yilgan. Xullas kelam, nima deymiz? Bir damozni shuncha so'ma 97 million so'm olgandan keyin bandan yana 20-30 million so'm diqilgandan bo'lib turibdi-da mashina. Xohlasangiz 16 million so'm bilan kelsangizda hamma narsasi ichida bo'ladi, 2,5 million so'mdan chiqadi. Ikkinchi 25imiz 6 ming probek yurib turganimiz ham hamma narsasi tayyor.
20 milyon so'm bilan kreditga chiqadi, lekin 2 milyon 800 dan chiqadi tushadi. Narxi 86 milyon so'mda turibdi. 86 milyon so'm. Xalasazda generalniydan oynaysan beradi. Naqay deyman desizlik bellar ham qo'jadan taxlangan, yana görüp turganlarinizdan 6000 probeg yurib turgan damozimiz işi bo'ladi. Hem meri tax, hem meri zor holatda. Endi men hozir sizlarga to'liq danıştirib bilmay turibman. Ming bor uzr. Ozgina kasalchilik bo'lib turibdi, lekin 225 damozimiz ham zo'r holatda. Haqiqiy emas. Olgan adam hazat bilan shunga amatilgan. Xullas kalam bu egasini 100 dan oriyanda tushib turibdi. Buni 86 dan, buni 82 ga beramiz. Keyin bunda 66 milyon so'ma 2023 78 ming yurgan, 100% kraskasi toza, metan, 4 yumshoq balon, shumka, solnishli, hamma 13lik diska balon, hamma narsasi tayyor, ina salon holatlari ham. Xohlasanizda buni berishim mumkin. Bom yaxshi holatda, lekin probeg sal ko'p demasangizda, probeg az 25 lar imunda turibdi ikkisi. Bom 10 milyon so'm bilan 2 milyon 400 dan tushadi. Keyin kredit davom etadi 11 dona damozim bor. 2022 33 oyimiz choy qolgan 2 milyon 900 dan tushib turibdi har oyi. Xalasanizda bir 20 milyon so'm bilan kelsangiz ham uni egasi bilan gaplashib beraman. Endi kim oladi 20 milyon so'm bilan damoz deyishlaringiz mumkin. Hozir ham kreditini hisoblasangizda 66-67 milyona tushib turibdi. Zato shuni bo'lib paybat to'layverasizlar. 2025 yana bir damozim bor, full variant 7000 probeg yurib turibdi. Metan benzin ham mavjud tayyor, 100% bir nuqtam yo'q. Hammeri toza 87 milyon 500 ming so'm, 23 milyon so'm bilan kreditda 2 milyon 800 dan tushadi. Imon qarang, imon dibashlaridan qo'yilgan olgan odam hazzat yetmaydi. Umuman damozda gap bo'lishi mumkin emas. Ichlarini dum yomonat tuzganlar, qarang. Olgan adam ish qilib hazzat minadi, aynalar ham knop kabidan. Amon bo'lmang, bizdan kuzashda davom qilinglar, damozlarning zo'rlari bizda bo'ladi.